Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan guruhlar bo'limi haqida gaplashib chiqamiz. Xo'p, guruhlar bo'limiga kiramiz va guruh qo'shishni bosamiz. So'ngra guruh nomi masalan IT birinchi guruh. Ishchini maoshi bu guruhdan 35% olsin. Kurs IT, darajasi boshlang'ich, o'qituvchisi Shuhrat Husanov. Ya'ni bu yerda IT ni tanlasak, demak IT ni o'qitadigan o'qituvchilar keladi bu yoqqa. Xona masalan birinchi xonada o'tsin, kunlari tog' kunlari o'tsin, boshlanish sanasini kirgizsa bo'ladi. Masalan bu ertadan boshlansin. Statusi aktiv bo'lsin, boshlanish vaqti 9 dan 11:30 gacha bo'lsin va saqlash. Saqlaganimizdan so'ng bizda guruh yaratiladi. Guruh bo'lib qopti, mayli, buni tahrirlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda o'sha guruh haqidagi ma'lumot, ya'ni boshlang'ich darajaligi, birinchi xonadaligi 9:30 dan 9:00 dan 11:30 gachaligi, tog' kunligi va qaysi o'qituvchi o'tishi va talabalar soni. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, bizda shu guruh haqidagi ma'lumotlar va talabalarni qo'shish joylari bo'ladi. Mana talaba qo'shish yoki ko'chirish. Talabani qo'shamiz. Talabani bu yerda qidirishimiz mumkin. Default holatda ham bir nechta talaba chiqib turadi. Masalan, bizda faqatgina bitta talaba bo'lganligi uchun shu chiqib turdi. Saqlash bossak, bu guruhga qo'shildi va davomat bo'limidan buni davomat qilishimiz mumkin faqatgina dushanbadan. Chunki biz dushanbani belgilab qo'ydik boshlanish sanasi sifatida. Xo'p. Endi bu yerda ham tarix bor. Ya'ni bu yerda tarix nima? Update group va create group bo'ldi. Ya'ni birinchi bo'lib create qildik, keyin update qilib ko'rdik. Guruhga tegishli bo'lgan tarix hisoblanadi. Endi Azizaga kiramiz. Boyaga tarix ochadigan bo'lsak, student join. Ya'ni bu talaba guruhga qo'shildi degan. Xo'p, guruhlarga qaytamiz. Ichiga kiramiz. Yo'qlamalar bo'limini keyingi videolarda ko'ramiz, chunki hozir bizda bugunga yo'qlama yo'q. Bu yerdan tahrirlasak va bu yerdan arxivga qo'shishimiz yoki o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Lekin o'chirayotganda bizda guruhda talabalar bor degan muammo chiqadi. Shuning uchun guruhda talaba bo'lsa, gruppani o'chirib bo'lmaydi. Arxivga tiqib qo'ya qolamiz. Xo'p, bugunga shular edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha deyishdan oldin mana bu yerga keladigan bo'lsak, dashbordimiz ham ancha shakllanib qoldi. Endi bugungi keyingi darslarimizda ko'rishguncha deyishimiz mumkin bo'ladi. Bitta refresh qilamiz, mana guruhlarimiz ham keldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.